nima bo'ldi endi aytamiz. Bu qizimiz qanaqa edi? Davolanishga kelib. Tabriklayman. Rahmat. Shunaqa mitti voy. Masalan. Nima edi mana bu kuzatuvchilar uchun sizni nima siz qanaqa keldingiz ishonch bilan deyapsiz. Shu keldimi deyapsiz, ular anaqada. Ba'zi odamlar yo'manda bo'lmaydi deb keladi. Mana siz o'zingiz ishongansizki, bo'ldi, men shu doktorda bo'laman aniq deb kelganman deyapsiz. Ko'pchilik doktorlar ko'p keldi bular. Juda ko'p doktorlar bordi, lekin o'sha qaytib bormaychidan. Hech ko'nglimga solmaychidan, yana qaytib bormaychidan. Zo'r men desam bormaychidan. Sizga bittadan keldim. Qaradim, men juda ishondim. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, Eng qizig'i lecheniya qilmasmizmi? Shayda siz aytdingiz-da, siz chunki. Nasib bo'lsa, bu safar yangilik bilan kelishingiz mumkin dedingiz. Umri bilan ixlos kuch ketganda. Mahkamidan bersin. Chiroyli mana 8 hafta 5 kunlik Muhinur kichkintoyimiz juda chiroyli, yurichilar urib turibdi. Xudo xolasa tug'ruqiylar o noyabrda. Noyabrgacha hali bor ekan, ungacha roddomimiz Xudo xolasa ishga tushib qolsa. Nasib bo'lsa o'zizga kelaman, Xudo xohlasa. Yurichasi bu yerda ana sanab olamiz. Yaxshi 188 ta bu srok uchun normada.